Burun milliy tibobat dorilarini iste'mol qilsak, sal uzoqroq vaqt ketsa, kasalimiz tip yildidan saqitdi degan ish hammalarning idisi bor. Lekin hozir tibobatning dorisi yesak, shu yeganchig'imizda kasallik ahvolimiz, alomatimiz yomon emas, yaxshi. Lekin dori tugagandan keyin qaytadan qo'zg'aladi degan ahvol kundan kunga xalqninki atrofida taqilib, o'jalib manyapti. Bu nima sabab? Nima uchun Uyg'ur tibobatninki hozirgi mahsulot dorilarini iste'mol qilgan chig'imizda dorininki ta'sir qilish kuchi kundan-kunga oz ham yoki bo'lmasa bu kasal yana qaytadan qo'zg'alish nisbati nima uchun ko'p bo'lib ketdi? Bu yerdagi masala dal negizlik masala Uyg'ur tibobatninki davolash loyihasi bo'yicha davolash olib bormadi. Kasalliklarning faqat alomati bilan davolash olib bordi. Masalan, bosh og'riqqan bo'lsa, bosh og'riq dorisi berdi. Oshqozon og'rigan bo'lsa, oshqozonninki og'riq to'xtatgan dorisi berdi. Ma'z bezlariga yallig'lar suydik echib kelgan bo'lsa, faqat yalliq aytilganlar dori berdi. Böbrek ojizi o'g'an bo'lsa, shunga qaratalam dori berdi. Bu kasallikning nima sababdan kelib chiqqanlik liniyasi bilan chatqimiz bo'lmadi. Masalan, oddiysi bosh og'riqi degan bo'lsak, bosh og'riqi 28 xil sababdan kelib chiqqan bosh og'riqi. Issiqdan, o'ldan, quruqdan, sovuqdan, balg'am xilatidan, qon xilatidan, sapro xilatidan, savdo xilatining g'ayritabiiy o'zgarishidan bosh og'riq kelib chiqadi. Uningdan bilak, yuqori qon bosimi sababidan, diabet sababidan, oshqozon manbalik bosh og'riqi, jigar manbalik bosh og'riqi, tol manbalik bosh og'riqi, böbrek manbalik bosh og'riqi, mingidagi uzuqlanish yaxshi bo'lmasdan kelib chiqqan bosh og'riqi, deganga o'xshash sharob manbalik bosh og'riqi deb necha xil turga bo'linadi. Biz asli mushu doimlik yuz bergan mushu bosh og'rig'ininki nima sababdan kelib chiqqanlik sababini tepib chiqqan bo'lsak, onundan keyin biz kasalni tupildi saqlayta olamiz. Lekin u kasal voy beshim deb keldi, biz nima ish qildik? Chutung qiyam berdi. Yoki biz Habibni deb berdi. U issiqdimi, sovuqdimi, o'ldimi, quruqdimi, chatqimiz bo'lmadi. Bemor u dorini ichgandan keyin 2-3 kunga shunchalik yaxshi bo'lib ketdi. Lekin doim qo'zg'alayotgan holat shakllanib qoldi. Uningda bilak oshqozon yallig'i, oshqozon 12 barmoq kuchay yarisi. Buning bir qan dorimiz qanday o'ldirgan chiqimiz faqat og'riq to'xtatganlar dorini berdi xolos. Azimni ancha-muncha yaxshilatgan. Lekin yalliq jarni tip yilda saqlayotgan dorilarni bermadi. Nima qilsa? Bemor amisa. Bemorning vaqti yetmasa dorimiz yegil. Shuning bilan dal xalqning alomatga qarab kasal davolash endizisi kundan kunga kengayib, Uyg'ur milliy tibobat dorisi ishonch zo'r darajada tanlab boradi. Amaliyotda haqiqiy nazariya ilmini o'qib kelgan, Uyg'ur tibobat asos nazariya ilminiki 7 xil ta'limotni yaxshi biladigan tiblarni yig'ib olsanlar, bular odatda nima ish qilib degan chog'da sizlarga tartib bosqichlar bo'yicha to'g'ri berdi. Vaqtsal uzoq ketgan bilan tupildan saqlashiga yaxshi sharoit hozirlab beradi. Shunga hammalarniki bu yerda demoqchi bo'lganimiz, kasalning cho'qim alomatiga asosan davolash asos qilmay, mushundaq so'zilma xarakterli kasalliklarga mushu kasallikninki tip yildidan saqlashga nima sababdan kelib chiqqanligini cho'qim aniqlab bo'lgandan keyin uningki davolash loyihasi tuzsak, meningcha nurg'ulg'an so'zilma xarakterli kasalliklarninki asos jihatdan yaxshilanib ketishga sharoit hozirlik qilib bo'ladi.